Toshkent viloyati Bo'ka tumani Ramazon mafida bitta xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Uchastka. Umumiy maydoni 26 sotix. Endi xonadon egalari o'zlari telefon nomerlarini qoldiramiz. To'liq ma'lumotni kelib turib joyida olsangiz bo'ladi. Mana 2 xonali imorati bor. Chegara qismlari bu mana stalbadan dedimi? Mana shu stalbadan to'g'ri ekan. Ana gaz turba turibdi. Shu joygacha, shu yoqdan bu yoqqa ketgan u, ana arka turibdi. O'sha arkagacha 3 burchak hisob manaqasi ketgan. Kadastr xat hujjatlari hammasi joyida. Gaz, svet, suv kelgan. Ichimlik suvni ham olib kelgan, hozir ko'rsataman. Va uyni ichini ko'rsatamiz. 2 xona ekan. Yaxshi, yangi qurilgan, pishgan ishdan qurilgan. Tayyor. Tayyor ekan. Adam turba, bana halakat isteydi misal için. Bir magazin dokan açacaktı. Dokan yok mahallede. Dokan açacaksa. Bir dokan kıldık. Şaşık bir şey yapıyordu. Bu yoqda ham shunaqa. Aşağıda katta kanalı. Ha, bu yoqda mana bu kattaroq ekan. Aklına getirdim de yaşayacak. Endi Tuvaletimiz az koyalım, kontrol. to'liq bir nimasini o'zingizdan bir ko'rsatib oling. Chegara hududini mana men endi videoda aytdim. Hem bak. Evet. Kararda mana uydan 4 metre çizmesi var. Mana shu uy turibdi, mana zabor turibdi, shundan yana 4 metr chizmasi bor ekan. Çizmesi var. Bu arada adresini bakın. Bak çizmesi. Çizmesi var tamam. Tren akadı, tren su. Mana bu ichimlik suvi kirgan, tayyor. Uydan o gazı bu şey oldu. Mana bu uydan mana bu yo'l o'tgan, mana asfalt bo'lgan. Mana shu joygacha chegara qismi. Kimdir oladigan bo'lsa, Aman tema. Qozog'iston burası bayan oladi, ama şu senlerden kim satadi mı? antenanimi? Ha. Anten. Böyle su geladi, ben avrat ettim bunu. Ha. Ana odan şeylere bolatsa. Tak, endi Ana rozetten alıp yaka koyuladı ana rozetten oldu. mana shu stalbadan ha. Mana bu chegara qismi. Mana to'g'ridagi stalba bilan shunaqasi to'g'ri. Bu rozetten tersi haligi arkadaşı 5 metre. 5 metre 4 metre postadan joy var da. Xullas o'sha umumiy maydoni dedim 26 sotiq dedim-da. Bunu özüne 12 sotikka alamanısı 12 sotikka beraman. Yok, opşalaması opşi çizmesi falan. Endi narxini ayting, qarang, 26 sotiqni hammasini olaman desa necha pulga berasiz? 18 ga beraman. 18 ming dollarga yana kelishasiz, to'g'rimi? Agar 12 sotiqni o'zini olaman desa, 12 sotikni o'zi oladigan bo'lsa, 12 sotikdan ko'p bo'ldi. 12 mingga beraman. ha. Biz ko'p bo'ldi, biz narxa chaqildik. Asli manargacha 12 sotik, narxa 4 metr. Ha, biz to'g'ri. Qo'shdimmi? Ha, bo'ldi. To'liq videosini o'z to'liq videosi. Yo'lgacha 26 sotik.